Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu energetikda endi bular energetik ishlab chiqaradigan zavod yangi usulini o'ylab topishibdi. Mana bu tomoni deydi, kumush deydi. Shunaqa deb eshitdim. Mana bu tomoni kumush ekanmish. Bu qanaqasiga bu tomoni kumush bo'lishi mumkin? Yana ham Xudo biladi. Lekin men o'ylashim bo'yicha bu yog'i xo'p, bu tomoni mana o'zi ekanmish, mana o'zi ekanmish. Mana o'zi ekanmish. Kumush ekanmish. Bu kumush bo'lgan taqdirda bu zavod ishlab chiqarayotgan zavodda o'zi yutqazish kerak emasmi? Bu yerga qancha kumush ketadi? Kuniga qancha ishlab chiqaradi? Energetik qancha ishlab chiqaradi-yu? Men ham bilmadim. Shunaqa deb eshitdim. Bu yerga kumush ekanmish. Shunaqa deb aytishyapti. Bu energetikda oldingi videolarimda ham aytdim. Yana qaytarib aytaman. Buni aytishdan charchamayman. Bu energetikda ichmaylar buni energetikda. Hamma energetik. Endi mana shuni ko'rsatyapman-da endi. Misol keltirib, hammasi bir ko'r. Buni ichgandan keyin yurakdan birinchi o'rinda yurak ketadi-da. Infarktga olib boradi, infarkt. Bu energetik. Endi sotuvchilar yangi usulni o'ylab topishibdi-da. Maqsad nima? Maqsad o'tirishda buni. Kumush ekanmish. Energetik ichmaylar bu energetik. Mana energetik. İçmaylar bunu. Bu içip o'zlaring